millat fidoyilari. Katta leytenant Jalilov Mahmudjon Mo'minovich 1975-yil 6-iyulda Andijon viloyati Izboskan tumani Tuyachi qishlog'ida ishchi oilasida tug'ilgan. U 1991-1993-yillarda harbiy litseyni imtiyozli shahodatnoma bilan tugatgan. 1993-1997-yillar Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtini tamomlagan. Katta leytenant Mahmudjon Jalilov 2000-yilda janubiy sarhadlarimizga bostirib kirgan bir guruh terrorchilarga qarshi kurashda bir necha bor guruhi bilan jonbozlik ko'rsatgan. Yurtimiz osoyishtaligini ta'minlashga munosib hissa qo'shgan. 2000-yil 14-avgust kuni razvedka qidiruv harakatlari davomida bir guruh jangarilar joylashgan hududni aniqlab, tezkor qaror qabul qilib, guruhi bilan ularga zarba bergan. Mazkur jangda olgan tan jarohati oqibatida qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq katta leytenant Mahmudjon Jalilov vafotidan so'ng 2-darajali shon-sharaf ordeni hamda bir qator esdalik nishonlari bilan taqdirlangan. Mahmudjon tug'ilib o'sgan ko'chaga uning nomi berilgan. U o'qigan 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida xotira burchagi tashkil qilinib, unda qahramonning suratlari, unga tegishli buyumlar o'rin olgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.